bo'yicha eng zo'r otlar hozir qaysi davlatda? Sizning fikringiz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonni olganda. Şeyden yetiştirip çıkayotgan otmi? Yo kelib şey chopayotgan otmi? Kelib chopayotgan ham va zo'r otlar qayerda hozir? Qaysi davlatda? Eng zo'r ot eng zo'r uloq uchun men aytaman. Uloq uchun aytaman. Lekin har kim o'zi, men uloqdan boshqa narsa baliqchi emasman. Chopmayman, minmayman. Birinchi o'rinda Qirg'iziston turadi. Qirg'izistonning Jallovod oblasti. Boshqa oblastini ham otiga shammayman. Lekin Qozog'iston ham mana shu Jallovoddan nechta sizni taniyman olib ketib yurgan. Shundan ko'paytirib olgan Qozog'iston ham. Endi Qozog'istonning o'zini oti ham zo'r. Zo'r. Faqatgina ko'pini Qirg'izistondan olib ketirmoqda. Endi hozir o'shalar bu yoqqa o'tyapti. Mana o'zimiz O'zbekistonda ham, Boybuvada ham bo'lgan, mana Toshkentlarda ham bo'lgan, Qo'qonda ham Qirg'izistondan o'tgan. Shulardan chatishtirib, chetdan kelgan katta biyaga chatishtirib, shuni qora bayir deb katta qo'shib, bu 1 yil, 2 yilda tuqqani qora bayirga chiqib qolmaydi. Otni zo'ri Qirg'iziston Jallovod oblastida xolos. Qozog'istonga ham ko'p ketgan, O'zbekistonni ham qancha man degan chopayotgan o'sha otlari Jallovodda oti. Hozirgi kunda masalan chopib turgan, qayerdan kelganidan qat'iy nazar O'zbekistonda qanday